Pizdец nahvoy bilan. Tak, bugungi xabarimiz это просто pizdец nahvoy. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Iskandar, hurmatli aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. 15 minut ketmay turasizlar. Tak, mudhish voqea, juda ham ayanchli va ko'plab qilgan jinoyatlar bugun fosh bo'lmoqda. 10 ming rublni yutib olishni xohlaysanmi sen? Unda zudlik bilan tergin promokod Iskandar Win. Do'stlar, omad silkasi описаниеda promokodni tering va 10 ming rubl egasi bo'ling. Xabar rosta pizdец nahvoy. Ko'zchan yoshlaymiz. Dahshat. Qoraqalpog'istonda eshakni qiynab u bilan jinsiy aloqa qilgan erkak jazolandi. Yobbana vrot bilaydi. Endi pizdец nahvoy. Qaysi eshak desalaring, ushbu Amirxon Dalboyevning onasini bilan Qoraqalpog'istonga olib borib cho'lda bilan og'alar siktaylabdi. Yo'q, hazil, это boshqacha. Tak, u pidaras haqida отдельный еще boshqa video qilamiz. Xolos kalom do'stlar, yangiligi pizdец nahvoy. Jinoyatchilar bilaman, mana shu videoni ko'radigan bir ikkita jinoyatchilar ham o'tiribdi, qutulib qolgan bilan, u payt yaxshi ham kamera bo'lmagan. Shuning uchun bu ishlarning boshqa qaytarmaylar. Tak, Qoraqalpog'istonda eshakni qiynab, u bilan jinsiy aloqa qilgan erkak jazolandi. Bunday joski seks chaqmoqchi bo'lgandirlar, BDSM jag'lar, qamchinchalar bilan takoy. Hatto eshak tak qamchin bilan uradi. Takoy bilan. Kojinlarga charmli kiyimchalarni kiyib yuborib bilan tars, oh yeah baby deb. Tak что do'stlar, har bir eshakka yoqmaydi qiynab sikish. Pizdец nahvoy. Nima degan gap? 49 yoshli erkak mast holatda ichish yomonligini takror aytaman. Chekish deganim yo'q, ichish deyapman. Tak. 49 yoshli erkak mast holda birovning eshagini qiynoqqa solgan va egasini oldida u bilan jinsiy o'zining jinsiy ehtiyojini qondirgan. Tak. Tasavvur qiling, чисто случайно eshagingiz bor deylik. Qo'shningiz kelib, sizni bituriyatida bilan eshagingiz olib siktashyapti, ko'zingiz oldida bilan. Qodrali bilan. Qanday bu nima deganligi o'ylabdi, bilan pizdец nahvoy. Bir ikkita zapal bo'lganda, kelinchechani uyiga kirib kuyovtura qilgan spalnisida sikib ketadigan jonzotlarni ko'rdik, lekin bilan ko'zini oldida sikka balki eshak egasi ko'kolcha bo'lgandir nahvoy bilan. Bo'ladi-ku fornachalarda bilan yigitchasini olib qichasini sikib tashlaydi. Xuddi shunaqa bo'lgandir. Bechora eshak turishini qaranglar. Yo banavrat, begunoh nahvoy bilan. Ko'zlari muttillab turibdi nahvoy. Eshak xudtikcha-ku bu bilan nahvoy. Erkak eshak nima deydi? Xuddik deydi-da? Yo'q, bu bola. Ha, bu. Tak. Endi eng muhimi ehtiyojini qondirgan. Pizdец nahvoy bilan. U odamlar razvedkani ham teshigini yopib qo'yishdi, sikib tashlaydi nahvoy bilan. Tak, Tesla keyin bilan go'rda chapa bo'ladi. Sud qarori bilan erkakka BXM nima deydi endi u? Byudjet hamkorlik manga po'xo'y degan joyimi? BXMning 3 barobarli 990 ming so'm miqdorda jarima va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Past $100. Bilan aka $100 ga 10 siksangiz bo'lardi, borku Toshkentga borib. Yo'q, gastinsasi kirmaydi, yo'q, $100 ga. Tam Toshkentda o'z pizdez, quturib ketgan jala bilan gaplashib bo'lmayapti o'zi. U oldin u bilan nahvoy 200 mingga sikib olib, deb yurardi. Pizdez 990 mingga aka vot eshak sikdi. Eng qimmat jalab eshak desak ham bo'ladi buni. Bunday qimmatga hech kim eshak sikmagan edi. Odamlar odatda yo'qchilikdan eshak siksa, bu akamiz ko'pchiligidan nahvoy bilan. To'qliqqa sho'xliqda mana shuni aytadi bilan. $100 lik eshak bilan. Ya eng qizig'i bor-ku bilan 3 sutka o'tirgan. Tasavvur qilaylik, o'tiribmiz. Siz nimadir so'kib qo'ygansiz, bu hokim buvan gapirib qo'ygan, men ham bir nimalar deb qo'yganman. O'tiribmiz 4 tada 3 taligi o'zini gunohini tan olmaydigan ifloslar. 4-kishi kirib keldi. Eshik bilan. Negora-ku. Алло. Я видео снимаю, не говорят. Там мужик ишака изнасиловал. Про это обзор делаю. Помоги им, пожалуйста. Негора, прошу тебя. Сейчас видео отсниму, приеду. Найду и болт, и гайку. Хорошо.
блядь, пиздец нахуй. Так, nimadan qoldi gam bilan, fantaziyam buzilib ketdi bilan. Nigora hayol ketib qoldi bilan. Kish yomon hayollar chiq. Tak, yomon hayollar chiqarib bo'lganimizdan so'ng biz tak 3 kishi o'tiribmiz, 4-kishi короче kelyapti. Aka, assalomu alaykum. Endi bular qo'l berish so'rashsa bir ifloslik bo'ldi. Statya desa biladi. Nima deyargan biladi. Ha, statyani hozir aytdi. Nechinchi statya? Tak. Statyani aytmabdi biladi, pizdets naxoy. Sud qarori bilan erkakka barobar 990 ming so'm miqdorida jarima va 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shunga kiryapti biladi, pizdets. Aka, nima qamatsin, ishingiz kim deydi-da, yoptimayman. Pidarasi qo'ysa tovog'ini adilla qilib iflosi bilan suka parashaga naxoy biladi, sirazi biladi. Burchakka naxoy biladi. Chiqsa ham bilaman, shir, per takoy, yulduz va eshakcha, xutikchansiz biladi. Jalab deb biladi, zek bo'lib. Suka, biladi aka. Shuncha holatdan keyin qanday yashaysiz, yoptimayman biladi. Это просто пиздец нахуй. Это просто ебать его в рот. Ёбаный в рот. Подписка va like bosinglar. Rahmat va Elmurod. Всё, eshak sikmanglar, tем более qimmat eshak sikmanglar. Inson bo'linglar. Qancha ko'p sikma eshagi, baribir bo'lmaysan sen odamiy bilan. Pizdet naqay bilan. Xayr, sog' salomat bo'linglar, hamisha xushyor bo'linglar. Eshaklaringga endi bilan eshaklarga temirdan tursikcha qo'yish kerak. Bakun bilan qulupchalik. Kalitcha osib qo'yamiz. Yop, mana Murod bilan bidish. Xayr. Iskandar Makedonskiy